Hamza metro No'za masjidining orqasidan Bankirskiy domdan 4 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Men endi sizga kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Bismillah deb kvartiramizga kirar ekanmiz. Shunaqa ho'l qismini ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan to'rdagi xonaga, mehmonxonamizga kiramiz. Kvartiramiz umumiy 145 kvadrat, to'rxona 3-qavatda joylashgan. Mehmonxona, 3 ta yotoqxona, oshxona. Bankirskiy dom, yopiq territoriya, tupik mahalla, mashina uchun alohida parkovka bor. Barcha mebel texnikalari bilan sotilyapti. Egalarining raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib, shu kvartirani baraka qilib olsangiz bo'ladi. Maktab, bog'cha, Korzinka metro juda ham yaqin atrofda joylashgan. Chilonzor tumani Hamza metro No'za masjidining orqasida joylashgan shu kvartiramizni narxini 162 ming so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Bu videoni shaharning yaxshi lokatsiyasidan kattaroq sifatli kvartira qidirib yurgan yaqiningizga yuborib qo'ying.